Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'da keyingi turi 3 versiyasida qo'shiladigan yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Keyingi yangilanishimizda o'yinda dizayni o'zgararkan, qanaqa dizayn bo'lishi, keyingi sezonimizdagi yangi rejim ma'lumotlari va qaysi eski rejimlar qaytadi, nima o'zgarishlar bo'ladi, hammasini mana shu videomizda batafsil bilib olamiz. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Men videoni boshladim. I with a gang, 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 gang. Niggas gon' swoop. Я приму статью, money. Xo'p, bo'lmasam videomiz boshlandi. Videoni boshida mana Turu 3 beta versiya turibman. Mana shu beta versiyamiz, ya'ni Turu 3 versiyada keladigan asosiy o'zgarish, asosiy yangiligimizni ko'rib chiqamiz. Bu ham bo'lsa PUBG Mobile'da interfeysi, ya'ni mana bu o'yinda nastroykasi, xullas tashqi dizaynidagi o'zgarishlar bo'lar ekan. Masalan, o'zi ko'rishlari mumkin, boshlash tugmasi, mashq turishi, druzilada joyi, profil, kolleksiya, tepadagi joylar va tadbirlar joyi ham boshqacha ko'rinishda turibdi. Bu degani keyingi sezondan boshlab mana shunaqangi yangicha dizayn qo'shilar ekan. Bu dizayn nafaqat lobbida, balki nastroykalarga kirganingizda ham mana shunaqa tarzda bo'ladi. Mana oq ko'rinishda, balki o'zgartirishar, lekin katta ehtimol bilan mana shunaqa oq bo'ladi. Boshqaruv, grafika, mana hamma joyga o'tib ko'rishimiz mumkin. Hamma yoq oq ko'rinishda, lekin o'yinda ichidagi tugmalarimiz hozircha o'zgargani yo'q. Bu menimcha o'sha yana yilgacha o'zgarib qolishi mumkin mana bu narsalar ham, lekin hozircha bunga tegishgani yo'q. Faqatgina mana bu tashqi nastroyka interfeysdagi mana bu dizaynni oq rangga va sal-pal o'sha zamonaviyroq rangga o'zgartirishibdi. Mana yozuvlar ham hamma yoq ham boshqacha ko'rinishda ko'rishlari mumkin. Mana shunaqangi asosiy o'zgarish bizni 3.4 versiyada kutyapti. Bu shopda ham mana ko'rish mumkin. Shopga kirsak ham bu joylarda mana hamma narsa oq va o'sha yorug' svetga aylangan. Klanga kirsak ham mana klan joylar hamma yoq, xullas tashqi dizaynda hamma yog'i oq ko'rinishda. Mana shunaqa bo'lar ekan, bu narsa o'zgarmaydi. Chunki bu narsaga razrabochilar anchadan bas tayyorlanib kelishyapti va o'sha PUBG Mobile'da 8 yilligi bo'layotgani uchun mana shu yangilikni qo'shyapti. Hozir bu narsani ko'rib siz musor deb o'ylashingiz mumkin, menga yoqmadi deyishingiz mumkin, lekin oldindan xulosa qilmang. Razrabochilar ham nima qo'shishni biladi va bu hali yakuniy sifat emas. Ya'ni Turu 3 versiya kelsa xuddi shunaqa bo'lmaydi. Mana ekranlaringda videosini ko'rishlari mumkin. Katta ehtimol bilan mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Xuddi Xitoy PUBG'dagi dizaynga o'xshatibroq qilib yasashgan. Mana bu lobbi ko'rinishi hozircha tegilmas ekan, o'zimizning oddiy lobbimizda qolar ekan, lekin o'ng tomondagi shop bo'limi, o'sha RP joyi, sabitiyalar, pastdagi o'sha missiyalar, inventarlardagi knopkalari, chap tomonda druziyalar profilni ko'rinishi mana shunaqa tarzda o'zgarar ekan. Faqatgina lobbi o'sha eski holatda qolar ekan. Menimcha uni o'sha Turu tur versiyada o'zgartirishsa kerak. Chunki o'zgartirishmasa, mana bu o'ng tomondagi sabitiyalar, shop narsalari hozirgi eski fonimizga uncha mos tushmas ekan. Shuningdek, bu interfeysimizda biror bir narsani qabul qilganimizda ham boshqacha mana dizayn bo'ladi, ko'rishlari mumkin. Ko'rinishi zo'r, narsa tushganda ham mana boshqacha bo'lib tushadi. Ko'rinishi chiroyli, lekin bir tomondan yomon, chunki kechasi PUBG Mobile o'ynaydiganlarni ko'ziga rahm qilmayapti PUBG, chunki kechasi o'ynasangiz oppoq bitizga bunaqa yorug' nur tushib turadi. Mana bu yerda достижение missiyalari ham bor. Достижение joyi ham mana oppoq, qaranglar, ekran prosta oppoq, balki qora va yorug' rejim qo'shishar. Bunisi aniq emas, katta ehtimol bilan qo'shishmaydi, lekin mana shunaqangi oq interfeys bizni keyingi sezonda kutyapti. Mana statistika joylari, karyera natijalari, kolleksiyalar bo'limiga afsuski kirib bo'lmaydi beta versiyamizda. Mana bu joyda mana titullarimizni ham, boshqa narsalarimizni ham ko'rishimiz mumkin. Xullas, mana shunaqangi yangi interfeys bizni keyingi sezonimizda kutyapti. Qali bu yangi interfeys sizga yoqdimi yoki yo'q? Albatta, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Aytganimdek, oldindan xulosa qilmaymiz. Hali beta versiyani to'rtta yangilanish kutyapti. Yangilanishlarda balki yanada chiroyliroq qilishar. Keyingi yangiligimiz mana bu chap tomondagi profil lobbisi. Buni ham ko'rib turib, voy nima bu deyishingiz mumkin. Hali buni to'liq ishlab chiqarishmagan. Tasavvur qilsak bo'ladi. Masalan, o'rtada bizning personajimiz turibdi. Mana bu joylarda esa transportlar, mana bu yerda masalan mototsikl, UAZ, dacha, juda ham ko'p transport qidirsa bo'ladi. Mana joylar juda ham ko'p, mana qulupchalarni ko'rishlari mumkin. Ustiga bosib transport qo'ysa bo'ladi. Mana bu joyda esa qurollarimiz hozirgi Turu 2 versiyamizda faqatgina 3 xil qurol mana bu joyda turardi. Endi orqadagi mana bu joyda biruvlar 6 tasini qo'shsa bo'lar ekan. Bu ham juda ham zo'r bo'pti. Bittada 6 ta kuchaytirilgan qurolingiz yoki skinizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi.
va kolleksiyani ham mana bu yerga qo'yib qo'yishibdi. Oldingi versiyamizda kolleksiya mana bu rang pastda turardi, ustiga bosib kirardik. Endi mana bu joyga qo'yib qo'yishar ekan. Sirazi sizda o'sha nechinchi levelligingiz mana bu yerda chiroyli bo'lib, donatorligingiz bilinib turar ekan. Nechta X suitingiz borligi, nechta super carries, nechta kuchaytiradigan qurolingiz, nechta ultimatingiz borligini ham sirazi profilingizni mana bu joyga kirib ko'rsa bo'ladi. Mana shu narsani ham o'zgartirib va nihoyat yaxshi qilishibdi, chunki dizayni prosta bo'lma, prosta hali buni to'liq ishlab chiqarishmagan. Tepadagi nurlar juda ham ko'payib ketgan, albatta kamaytirishadi va o'sha odam kirib ko'rsa mazza qiladigan qilib yasab qo'yishadi. Xullas mana shunaqangi profil bo'limi bizni keyingisini kutyapti. Populyarность, взаимодействие, uy hamma yoq mana shu yerda mana bemalol ko'rsak bo'ladi. Keyingi yana bir ajoyib yangiligimiz esa inventarda ham xuddi shunaqa mana dizayn o'zgargan ko'rishlari mumkin. Mana bu yerda mana kraskani o'sha ko'rinishi o'zgargan mana ko'rishlari mumkin. Kraska sal-pal zamonaviy bo'lyapti, chunki zamonaviy PUBG Mobile erasi kelyapti. Shu sabab kraskani ham ko'rinishini o'zgartirishibdi. Va materialni ham ko'rinishi o'zgargan. Mana bu yerga kirsam mana pastda ko'rishlari mumkin. Sal-pal xiraroq, lekin material sariq emas, qizil rangda bo'lar ekan. Mana shunaqangi ko'rinishga kelib qolar ekan va mana shunaqangi yangi bo'lim ochilar ekan. Ushbu bo'limimizda biz har versiyamizda mana shunaqangi maxsus kartalar olib turgandik. Mana shu kartalar orqali qanaqadir missiya bajaramiz ekan va missiyalarni evaziga mana bu yerdagi sovg'alarni qo'lga kiritamiz ekan. Bu ham o'sha kolleksiyaga bog'liq. Mana hammasini ustiga kirib olsa bo'ladi yoki boshqa odamlar bilan birgalikda bunaqa obmen qilsa bo'ladi, ya'ni ayirboshlasa bo'ladi. Menda qaysidir karta bo'lsa, boshqasiga almashtirib, mana shu yerdagi missiyalarni bajarib, materiallarni yoki mana bu yerda kuchaytiriladigan qurol bor. Uni max 1-daraja qilsa bo'ladi. Hozircha beta versiyada bug bo'lyapti. Xullas, mana shu sovg'alarni olsa bo'lar ekan. Mana bu yerda mana legendarniy sovg'ani ham olganimda boshqacha animatsiya chiqib qo'yishlari mumkin. Alishga olgandim. Hali to'liq ishlab chiqarilmagan, lekin bunaqa congratulation bo'lib, ajoyib animatsiyada chiqargan. Mana yana bitta setni oldim. No, hali to'liq ishlashmabdi. MK47 dan oldim. Mana shu narsalarni olganim uchun mana ko'rinishini chiroyli qilishibdi. Lekin animatsiya gap bo'lishi mumkin emas. Razrabolchilar ustida yaxshi ishlab borishyapti. Kutamiz, turi 3 versiya yangi erani boshlaydi PUBG Mobile'da. Aytgancha yana bir ajoyib foydali yangiligimiz nastroyka, ya'ni sozlamalar bo'limiga o'tib, mana bu joyda hub lobbisi bor. Hub lobbisiga kirishda, pastga bossangiz, qo'lingiz bilan avtomatik hubga kirib ketadi. O'shani o'chirib qo'ysa bo'lar ekan. Yoqib qo'ysam, avtomatik desam, o'sha hubga kirib ketardi. Hozirgi versiyamizda mana kirib ketdi o'sha. O'shani o'chirib qo'yish va nihoyat keyingi turi 3 versiyamizdan keyin qo'shilar ekan. Yaxshi qilishibdi razrabolchilar va nihoyat mana shuni ustida ishlab qo'shishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu yerdan mana kiramiz, prosta o'chirib qo'yamiz bo'ldi. Endi bunday bossak, hech nima qilsak hubga kirib ketmaydi. Endi esa yana bir ajoyib yangiliklarimizdan bittasi bu. Masalan, shopimiz bor. Shopga kirganimizda birorta yangi ultimate kostyum yoki kuchaytiradigan qurol keladi. Hamma biladi. O'sha kostyum kiyganda ko'pchilik u kostyumni yaqinroqdan ko'rgisi yoki kuchaytiradigan qurolni yaqinroqdan ko'rgisi keladi. Va nihoyat razrabolchilar bunga yechim topishibdi. Ya'ni shopda aytaylik birorta kuchaytiradigan skin keldi. Kelgandan keyin siz chap tomonda lupa turibdi. Mana shu lupani ustiga bir marta bossangiz bo'ldi ekan, bosganingizdan keyin chap tomonda mana o'ldirish bildirish tomasi, lut qutisi, xullas, bunaqa ko'rinishda ajoyib ma'lumotlarni chiqarib berar ekan va siz bu joyda qo'lingiz orqali mana ko'ryapsiz, ko'rgan holatda tepa past qilsangiz bo'ladi yokida ikkita qo'lingiz bilan mana bunday yaqinlashtirib skinni yaqinroqdan ko'rsangiz bo'lar ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yangicha ajoyib skinni tomosha qilish yangiligini razrabolchilar turi 3 versiyada qo'shishar ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Pastda mana xolasiz 3-levelgacha и max levelgacha qilsangiz bo'lar ekan. Bu safar zo'r qilishibdi. Chunki sirazi birdan maxgacha qilinardi. Endi 1, 3 max, ya'ni qurolda har ko'rinishi o'zgaradigan darajalargacha qilib qo'yishdi buni. 3-levelda boshqacha, maxda boshqacha o'zi aslida ham. Mana shunaqa qilishdi uni. Ledni yaqinroqdan ko'rib, qayerda qanaqa detali borligini ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, mana bu o'ngroq joylarda kamroq ledni qilingan, sal-pal qorayib qolgan deb tomosha qilib, "Voy, bu skin menga yoqmadi. Buni olmayman, yoqmadi" deb ko'rsangiz bo'ladi. Yoki personajingiz ustiga olib borib turib, mana personajingizni yaqinroq yoki uzoqroq tomosha qilsangiz bo'lar ekan. Menimcha bu qo'shilgan eng zo'r funksiyadan bittasi, chunki personajda xolasiz tepa, xolasiz pastki qismlarni tomosha qilsangiz bo'ladi. Yoki mana bunaqangi ultimate kostyumlar ham qo'shilib qoladi PUBG Mobile'ga, ko'pchilik biladi va bu ultimate tomosha qilgisi kelib qolganda o'sha lupaga bosasiz, bosganingizdan keyin bemalol mana yaqinlashtirib turib, "Voy, kostyum normalniy ekan, ko'rinishi yaxshi ekan, fizikasi ham yaxshi ekan" turib, unaqa qilib xohlaganingizcha mana shunaqa kostyumlarni tomosha qilsangiz bo'ladi. Chunki bunaqa kostyumlarni mana yaqinroqdan ko'rib, qayerda qanaqa detali borligini bilib olsangiz bo'ladi mana. Qo'shnilari ham yaltiraydi, oyoqlari ham normalniy. Xullas, mana shunaqangi kostyumlarni
yangicha detalini tomosha qilish funksiyasi bizni keyingi turi 3 versiyada kutyapti. Mana emotsiyalarga borib ham yaqinroqda mana ko'rsak bo'ladi. Xullas, mana shunaqangi funksiya bizni keyingi turi 3 da kutyapti. Mana xohlasangiz Faronni mana shunaqa tarzda yaqinlashtirib, mana rasmlarga olib, uni o'zingiz uchun mana shunaqangi ajoyib narsalar qilib olsangiz bo'lar ekan. Menimcha yomon emas, juda ham zo'r yangilik qo'shibdi. Qani, bu funksiya sizga yoqdimi yoki yo'q? Albatta izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Endi esa biz keyingi yangiliklarimizga o'tamiz. Keyingi yangiligimiz esa yangi rejimimizdagi yangi qobiliyatlar. Hozircha yangi rejimimiz turi 3 versiyamiz betasiga qo'shilgani yo'q. Menimcha keyingi hafta qo'shiladi. Keyingi hafta qo'shilsa, o'shanda yangi rejim haqida batafsilroq video qilamiz. Mana bu yerda maxsus qobiliyatlar qo'shilgan. Mana 5 xil qobiliyat bo'lar ekan keyingi sezonimizda. Birinchisi maxsus transport qobiliyati. Bu qobiliyatni ishlatib yangi rejimimizni o'ynasak, biz transportimizning joni kamroq va yoqilg'isi kamroq ketar ekan, ya'ni benzin kamroq ketar ekan. Keyingisi davolash qobiliyati. Bu menimcha katta ehtimol bilan sherigimiz yiqilib qolsa, uni 2 barobar tezroq ko'tarishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi maxsus idrok ixtisosligi ekan. Bu katta ehtimol bilan o'sha lootladi yoki dushmanlarni qayerdaligini aytib beradi. Klassik rejim o'ynab ko'rdim, lekin bu ishlamadi. Menimcha keyingi beta versiyamizda ishlasa batafsil ko'rsatib beraman. Keyingisi aniqlash ixtisosligi. Bu ham menimcha o'sha dushmanni qayerdaligini aniqlab bersa kerak. Hozircha noma'lum. Keyingisi jang ixtisosligi. Bunda o'ynab ko'rdim. Bunda o'ynaganimizda birorta dushmanni o'ldirsak yoki nok qilsak, yugurishimiz tezlashib qolar ekan. Shunaqangi noodatiy passiv qobiliyat bo'lar ekan. Buni qaysidir knopka bilan ishlatmaymiz. Avtomatik kimnidir o'ldirganimizda yoki nimadir qilganimizda ishlab ketadigan qobiliyatlar. Xullas, yangi rejimimizning ma'lumoti hozircha yo'q, faqatgina shu 5 xil qobiliyatimiz bor xolos. Aytgancha keyingi yangiligimiz tug'ilish oroli. Tug'ilish orolimiz mana shunaqa tarzda o'zgarar ekan, ko'rishlari mumkin. Oddiy bunaqangi binochalar bo'lar ekan. Katta ehtimol bilan menimcha turi 3 versiyada hech qanaqangi event bo'lmasligi ham mumkin. Eskicha o'sha PUBG Mobile o'ynashimiz mumkin. Ya'ni hech qanaqangi eventsiz, prostada o'sha 100 ta odamdan bitta odam tirik qolguncha bo'lishi ham mumkin. Va yangi mana bunaqa snayper qo'shilar ekan. Keyingi turi 3 versiyamizda ko'rishlari mumkin. Uchida bunaqangi pichog'i bor. Snayper, bu snayperimiz vintovka, ya'ni dushmanga otsak, tez otsa bo'ladi, xuddi boshqa SKSlarga o'xshab. Mabodo o'qi tugab qolsa, bunaqa dushmanga hujum ham qilsangiz bo'ladi, ya'ni pichog'ini tiqib olib, o'sha pichoq orqali hujum qilsangiz ham bo'ladi. Shunaqangi ajoyib snayper bizni turi 3 versiyada kutyapti. Aytgancha yana bir asosiy muhim yangiligimiz keyingi turi 3 versiyamizni ikkinchi yarmida, ya'ni aprel oyida katta ehtimol bilan eski Faron rejimi qaytishi kutilmoqda. Hozirgi turi 2 versiyamizda Olovuddin rejimi qaytsa, keyingi sezonimizda katta ehtimol bilan Faron rejimi qaytishi mumkin. Sababi beta versiyani lobbilar ochish joyiga kirsak, aynan Faron rejimini rasmi turibdi. Bu degani razraботchilar qanaqadir plan qilib mana shu Faron rejimini qaytarishmoqchi shekilli, lekin bu 100% fakt emas, aniq emas, lekin beta versiyada bu ma'lumot bor. Qani ko'ramiz, vaqt o'tsin, yangi versiyamiz kelguncha bu narsa ham aniq bo'ladi. Aniq bo'lganda esa biz albatta batafsil video qilamiz. Xullas, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videomizda biz sizlar bilan birgalikda turi 3 versiyamizda qo'shiladigan o'zgarishlar, yangi mana bunaqa interfeyslar va yangi rejimimizning ba'zi qobiliyatlari, xullas turi 3 versiyada qo'shiladigan asosiy o'zgarishlarni ko'rib chiqdik. Unutmanglar, bundan keyingi videomiz ham yangi haftada chiqadi. O'sha videomizda yana qanaqangi o'zgarishlar bizni kutayotgani haqida albatta video qilamiz. Batafsil uni ham o'tkazib yubormanglar. Mana profilimizda iPadda baribir boshqacharoq ko'rinyapti. Anchagina tiniq, lekin baribir transport yoki qanaqadir qurolni qo'yish uchun knopka qo'shmagan ekan. Bitta ko'rinishi zo'r. Xullas, turi 3.1 beta versiyamizda yangiliklari shundan iborat. Ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, albatta izohda o'z fikringizni yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorgan kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinda olib yuringlar.